Endi bizga Abduşükür Muhammed efendim Kucha'nın 1949-yildan ilgirki shahar qiyofati degan temada leksiya so'zlab berdi. Qani marhamat. Assalomu alaykum akalar, inilar, singillar va qurdoshlar. Yaxshimisizlar? Mening ismim Abduşükür, balkim leksiyalarga chiqib kelgan ishga ko'pincha unutishinglar mumkin. Men kasbiy jihatdan adabiyot sohasini oldim, ammo tarixga alayda qiziqishim bor. Tarixni yaxshi ko'raman. Shu sababdan o'zim tug'ilib o'sgan yurtimning tarixi haqida jiq izlanaman. Yozgan bir qism maqolalarim bor. Bugun Kucha haqida bir tarixiy bir tema akeldim. 2 kunlik suhbat, yana leksiyaga qaraganda tarix tema yo'q ekan shundan boshqa. Men hech qanday bir tekst tayyorlamadim. Bir qism xaritalar va rasmlar orqali 49dan ilgirgi ba'zi tarixiy voqealarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu rasm shu Kucha Saqsaq tarafdagi hozir Saqsaq qadimiy mahallasi deb atalib yana Xitoy hukumat tarafidan 5 mahallani tarixiy asoratliq rayon deb ayirgan. Shuning birisi Saqsaq aholi rayoni. Bu sherdagi Uyg'urlarning qadimiy mahallasida Uyg'urlar o'tirayotgan bir mahallaning bir uyning oldi. Kuchada bundaq mahalladagi uylar jiq, yana darvozaning ikki tarafiga üzüm daraxt tikib, darvozani biroz go'zallashtirib qo'ygan. Mana ikki daraxt üzüm darag'i. Üzüm yana. Üzüm. Ha, üzüm deymiz. Bu Kuchaning 1980-yillarda sızılgan xaritasi. Kucha Uyg'ur elining yana vatanimizning dal o'ttirishida joylashgan. Yana Urumchidan Kuchagacha 750 kilometr, Kuchadan Qashqargacha 723 kilometr keladi. Dal o'tirda yana Ipak yo'lining janubiy, shimoliy o'ttirishga joylashgan, yana 4 ko'cha eg'izdagi muhim bir rayon. Umumiy yer ko'lami 15750 kvadrat kilometr. Shimol tarafi Bayınbulun Mongol oblastining, yana Xijing nayisining Bayınbulaq yayligi, yana Bayınbulaq yayligi bizning tarixdagi yulduz yayligi shu, yana ko'p turklarga paytaxt bo'lgan. Bayınbulaq yayligini o'tgandan keyin Udul Kunas nayisiga o'tkitimiz, yana Aralto'p yezisiga bog'landi. Sharq tarafi Bugür bilan tutuşudu. Sharq janub tarafi Korlan yana Loknur nayisi bilan tutuşudu. G'arb tarafida Toqsu nayisini Eğiz tilida Shinxa deb atalgan, Shinxa, yana Toqsu nayisidan tutuşudu. Ondan keyin g'arb shimol tarafida Bay nayisi bor. Janub tarafida Shaya nayisi bor. Demak, shunda qo'shilib turgan Aqsuning sharqiy 4 nayisining merkez desek mi buludu. İkincisi bu 1920 yılı Germaniya tarafından sızılgan bir harita. Kucha'nın haritası. Bu haritanı asasen şu yerdeki yer namlarını asas kılıp sızılgan. Yani 1920 yıllarda Kucha, Shaya, Bay qatarlıq muş rayonlarda qandaq yer namları bolğan degan asasda bu haritani sızılgan. Bu haritanın orijinal nüsxası hazır Moskvada, yani Şark Şunas İnstitutu saklanıvatıda. Yani bu Germaniya tarafından sızılıp, Germaniya saklangan qanda olup Moskvaga verip kaldı. Bu vaqt hech qanday ma'lumot yo'q. Balki Ikkinchi dunyo urushidan keyin Sovet ittifoqi Germaniya besib olgan vaqtida bir qism arxiv materiallarini aketganligi haqida uchurlar bor. Balkim shu chog'larda aketgan bo'lishi mumkin. Buningdagi yer ismlarining hammasini men va Aysima Mirsultan, yine Mirsultan Osman hakkımızdan kızı bilen birlikte biz seliştirip hazırki materyal asasında qanchalik yer ismi hazır var, qanchalik yo'q degan asasda seliştirip bir maqala yazıp chiqdik. Bizning seliştirimiz qaraganda müşahede bu isimlarning 95% hazır mı var? 5%i har xil nom o'zgarib ketgan yoki bo'lmasa yo'qolib ketgan. Bu 1945-yili Gomindan hukumati tarafidan sızılgan Kucha'nın shahar xaritasi. Yana ma taraf qarsanglar Mingo
34 yılda yazılgan, yani şunda vaxtıda 45 yıl to'g'ri keldi. Gomindan hukumat tarafidan Kucha'nın shahar xaritasi sızgan. Töp qarasanglar bir yerda Kokumbaz deydigan bir xat var. O yerda, sayının o'ng tarafida. Kokumbaz Kucha'dagi yana dаңlıq bir tarixiy o'rinlarning birisi. Yani bu yerni nim bo'lib Kokumbaz deb atalgan. Bunun bir tarixiy hikoyasi var. Yine 18. asırning başlarında Qumul Wang qizi bilan Kucha Wangning, yine Wang hem de Xanchudiga Uyg'urcha dilini bilmaymiz. Yani çağda Manchu imperiyasining Uyg'urlarni bilib boshqarish uslubi bo'yicha 3 begilik tuzum o'rnatgan. Yine Qumul, Lükchun, Kucha. Qumulniki sharq tarafga, Lükchunniki Turpan ve Şimal tarafga, Kucha'niki umumiy janub taraf mas'ul boshqargan. Ayni chog'dagi tarixiy materiallarga asoslangan vaqtida. Şu işte vaqtida şu Kucha Wang o'g'li bilan Qumul Wangning o'g'li to'y qilgan. Keyin bu qiz baldir o'pat etgan vaqtida hozir biz ishqala yez deb atalgan shu yezning yuqori tarafiga dafn qilgan. Dafn qilib, nihoyat hashamatli ko'rkam bir gumbaz yasagan. Gumbazning ustiga ko'k qish bilan kayışlar bilan o'rnatilgan. Buni shu Kucha'nın sepildan, shahar sirtidan hamma yerdan ko'ngil bo'lgan darajada cho'ng yasalgan bu gumbaz. Keyincha bu gumbaz atrofi shu Wang ordusining shaxsiy qabristoni bo'lgan. 5 nafar Wang mushaga, yana Tarxan bayligi mushaga dafn qilingan. Mushu gumbaz sababidan bu yer Kokumbaz deb atalgan. Xalq tilida Kokumbaz deydi, amaliyotda Ko'k gumbaz. Bugungacha bu bir kentning ismi bu ya. Ama bu gumbaz qabristonni 1970-yili madaniyat zo'rinqiluvida butunlay vayron qilib, qabristonlikning to'pilari o'g'it shaklda etizlarga ishlatimiz deb chechib etilgan. Shu hozir bu yerda bu qabristonlikmi yo'q, u gumbazmi yo'q, ama ism saqlanib qolgan. Shu hozir bu yerni Kokumbaz kenti deb ataydi. Andikan onun neresida kichik bir yer turdi, qog'ichi deb qancha qarasanglar topalaysizlar shadi bor. O qog'ichi mening ota jamat ajdodlarimning makoni, ya'ni Ishqil yesining shu Bejaqqa yaqin bo'lgan qog'ichi kenti deb ataydi hozir. Bu mening ota jamat ajdodlarim mushu qog'ichi yesidan kelgan. Past taraf qarasanglar, bu yerda Sayvoq deb bir yer turdi. Sayvoq mening ona jamatimning makoni, ya'ni ona jamatim mening onam musha tug'ilib o'sgan, mushadan yashagan. Ya'ni Lutfullah Mütallibning ayoli Sofiyan Bayizmi mushu Sayvoqlik, ya'ni Sayvoq rayonida tug'ilib cho'ng'igan ajdodlar shu yerda yashagan. Bu shu Gomindan hukumat tarafidan sizilgan xarita asosida qaytadan asliga keltirilgan shunda bir shaharning, ya'ni Kucha'ning ayni chog'dagi shahar qiyofati. Ma tashqi shahar, o ichki shahar. Endi bu ichki shahar qachon yasalgan desa, tarixiy materiallarda 1759-yili Manchu imperiyasi bu yerni qo'l keltirgandan keyin o'zlarining bexatarligini o'ylab, bu shaharning ichidagi bir qism uylarni chiqib etib, ya'ni g'arb tarafiga bir shahar solgan. Ya'ni bu shu ham Uyg'urchada Xitoy shahri deb atildi, ham ichki shahar deb atildi, Tash shahri deb atildi, ya'ni Uyg'ur shahri deb atildi. Bu shahar 3 qat, ya'ni 1760-yillarda selingan shahar. 3 qat sepil bilan qo'shilgan, 3 qat sepilning teshi xandak bilan suv to'ldirilgan. Andiki 3 darvozasi var, 4 bo'jigida 4 tal potay. Yana bo'lgan, har bir potayda birdan zambirak bo'lgan, 3 darvozaning ustida ravaq bo'lgan, ravaqning o'zidimi mistin birdan zambirak bo'lgan ayni chog'da. Andiki bu shaharning ichida kimlar tug'andagi vaqtida ayni chog'dagi toki shu 49-o'narlikda hokimiyat organlari tug'an. Yana Yamul, askarlar, andikin o'qituru zavodi, andikin zindan, ya'ni turma, shundaqla tunguzxona, ya'ni ayni chog'da tunguzlarni mushu shaharning ichida boqqan ekan, sirt chiqarmay. Demak, mushkul Xitoylarga munosabat bo'lgan, hokimiyatga munosabat bo'lgan butun organlar mushuning ichida bo'lgan. Endi bu kichik shaharning ham shunda cho'ng shaharning 3 darvozasi bo'lgan, 4-darvozi bo'lgan, g'arb taraf darvoza bo'lgan,
shimoldagi darvozasi Bayquq deb atalgan. Yana bu nima uchun Bayquq deb atalgan degan vaqtida Bay noyisi chiqadigan yo'l tutuvchidi bu. Shuning uchun Bayquq deb atalgan. Janubdagisi yana ma'vo sharq tarafdagisi Suquq. Yana Suquq hozir bu ma'nosi bor. Men dal shu Suquqda tug'ilgan. Yana bugun ingliz tilida Suquq deydi. Suquq amaliyotda Suquq. Yana suv ma'no sayr tutuvchidi. Xalqlar suvni saydan shahar akirdan bo'lishi uchun bu quq ismini Suquq deb atalgan. Suquqning to'p tarafida bir masjid ko'rindi. Qarsanglar oyada bu bugungi Qig'dong jamisi, yana Kuchada xonqa deb atalgan Saydiya xalqi davrida silingan 500 yillik tarixiga masjid shu endi halqi. Andikin shimoldagi Bayquq janubdagisi ikki xil nom bo'lgan. Birisi Gulbaq quvuq deydi. Hozir bu yerni Gulbaq mahallasi deymiz. Yana birisi Qo'ltiq quvuq. Qo'ltiq quvuq deb atalgan. Yana Kucham Van ordusi, yana Tarxan Bayling ordusi dal shu Gulbaq quvuqning oldida bo'lgan. Men ko'rib turgan shu serq binolar shu Van ordusining ayni chog'dagi qiyosan ko'rinishlari. Endi bu yerda bo'lgan bir tarixiy voqea bor. Yana 30-yili Tumir eli. Yana 90lik To'xti elining inisi Tumir eli. Asli 90lik Kucha kelib, Kucha turib qolgan va arabashliqlar beyg'an adam. 33-yili Xo'jnaz hoji va To'xti elilar qo'zlan qilgan vaqtida bu Tumir elini Kuchada qo'zlan qilgan. Qo'zlan qilib shaharni qo'lga olishga taraqqi qilgan. Bu chaqda Kucha Vanlardan Mahbuz Van shu chaqda Kuchaning vengi bo'lgan. Yana diniy ishlarni va boshqa ijtimoiy ishlarni boshqargan, ammo ma'naviy ishlarni yomon ichidiklar boshqargan. Onun degan Tungallarni bular qo'shilgan. Shundaqla Bugurdan Niyaz Xalpak, onun degan To'qsi yana Shinxodan Hadi Xalpak degan odamlarni o'zlarining odamlarini ham Bugurni ham To'qsini ozod qilib, Kucha qilib bularni askarga qo'shilgan. Ammo bu yerda bir fojiali bir voqea bo'lganda, bu Niyaz Xalpak bilan Hadi Xalpak Kucha qilib Tumir Xalpak yana Tumir yana askarga qo'shilgandan keyin bu Tungan Gamza, yani Kuchadagi Tungallarning boshlig'i Gamza ismli bir Tungan bo'lgan. Bu Niyaz Xalpak bilan Hadi Xalpak Bugur bilan Shinxona yana To'qsin olgan vaqtida shu yerdagi Tungallarni o'ltiribdi deb bularga besim ishlatgan. Ham shu chaqda xonqa yana Qig'dong masjidining ichida birdan-bir eng oxirgi Uyg'urlarning Makka mishayisi bo'lgan. Shu chaqda qozilar bo'lgan. Qoziga besim ishlatib bu ikkisiga o'lim jazosi berib o'ltirib ketgan edi. Xalqning oldida, shu Qig'dong masjidining oldida o'ltirib ketgan. Yana Niyaz Xalpak bilan Bugurlik Niyaz Xalpak bilan To'qsulik Hadi Xalpakni. Shuning bilan bular 3 jihatdan qorshab Xitoy shahrini, ichki shaharni elish uchun Tumirili shimoliy Bayquq mas'ul bo'lgan, Mahbuzvan janubiy quvuq, yana Gulbaq quvuq mas'ul bo'lgan, Tungallar suv quvuqi mas'ul bo'lgan. 3 tarafni hujum qilgan, ammo Tungallar bilan Mahbuzvan bu quvuqni ololmagan. Bu Tumirili Bayquqning darvozasi o't qo'yib, bu tarafdan shaharga besib berib, shaharni qorshab, shaharni olgan. Shu chaqda shaharning qo'ldan ketganligini bilgan bu ish shahardagi Xitoy amaldorlari shu o'qtirib saqlangan sog'ning to'pisiga chiqib, bir askarni burib, sog'ning ichidagi o'qtirlar o't qo'yib, o'zini portlatib o'ldirib olgan. Ya'ni taxminan 60 ga yaqin askarlar ashada o'lgan. Bu bir Kucha tarixida yuz bergan haqiqiy bir voqea 30-yilda. Ya'ni 30-yili 1-oyning 25-kuni bo'lgan deb qaraydi. Ba'zilar 2-oyning 5-kuni deb qaraydi, ammo birlik degan tarix 1933-yili 1-oyning 25-ga to'xtaladi. Mavi Gomindang hukumati Kuchani olgandan keyin Gomindang hukumatining o'rlashtirgan bir qism yerlarni, mana shaharning sepini ko'rib tursanlar, ikki shahar, to'pida Lambu deb bir yer turdi. Ko'rdinglar? Ayni chaqda mayli Manju davri bo'lsin, undan keyingi hokimiyat davri bo'lsin, bir qism askarlar Xitoy shahar ichida tug'andan sirt, yana bir turkum askarlar shu ayrim
bugungi bizning Kuchadagi Shamalbog' degan yer bor. Shu dal Shamalbog' degan to'g'ri keldi. Shu yerda 100 ga yaqin otliq askar tug'an. Bu Manju davrida shunda bo'lgan, boshqa hokimiyat davrida shunda bo'lgan, ham shundaqla Gomindang davridimi ashada askarlar bo'lgan. Gomindang davri kelgan vaqtida bir qism askarlarni biz davatgan 500 yillik tarixiga xonqa masjidning ichiga o'rnashtirgan. Masjid butunlay taqib etilgan. Ayni chog'da Gomindangning 200 ga yaqin askari bugun biz tarixiy masjid davatgan, ya'ni Qidong masjidning ichiga o'rnashtirilgan. Bir qismi yuqoriga o'rnashtirilgan, bir qismi ichiga o'rnashtirilgan. Shunga Dangbu degani yana Gomindang partiyasining Dangbusi shu. Ayet turda Uyg'ur madaniyat markazi yana boshqa degandek, bular shu chog'da 45-yildan 49-yil bo'lgan ortiqki Gomindang hokimiyatining Kuchadagi o'rnashgan rayonlari. Undagi Sayning matarafida kichik bir xaritning nimasi bor. Bu ayni chog'dagi Kusan davlatining qadimiy poytaxti deb qaraldi. Kusan davlatining poytaxti Sayning sharqida bo'lgan, ammo qachondan boshlab bu Kucha shahri Sayning g'arbiga o'tkaldi. Buning doir hech qanday bir tarixiy manba yo'q, ammo mening biroz izlanib ko'rishimcha Chag'atay davrida bu shahar xarablanib menib, yangidan bayon ko'rsatgan, yana bu shaharning Chag'atay davrida mushada markazlik paydo bo'lganiga doir ma'lumotlar bor. Ana bu yerda so'zlangan yana bir muhim narsa bor, bozor. Yana bozor degan vaqtida ayni chog'da dal shu Qidong masjidining oldida nayt cho'ng bir bozor bo'lgan. Yana Qidong Jumlaq bozor deb atalgan. Bu bozorning 8 darvozasi bo'lgan, 8 tarafdan kirilgan nayt cho'ng. Yana to'pisi yo'lg'on bilan to'qib to'pis etilgan, uni to'pisi bo'rsib etilgan nayt cho'ng bir bozor bo'lgan. Ammo 45-yilda Gomindang askarlarini masjidning ichiga o'rnashtirgandan keyin bu bozor etib etish to'g'ri kelgan, ya'ni hukumat etib etgan. Shuning bilan bozor asta-asta shaharning sirtiga, ya'ni bugungi biz davatgan Rastni Kucha bo'lganini biladi. Kon shahar markazida bir masjid bor. Yana 1908-yilda selingan markaz shu yerga qarab o'tkelgan. Ani bu yerga nima uchun bozor Qidong Jumlaq bozor etib etgandan nima uchun bu yerga o'tkeldi? Bu yer ikkinchi bir sabab bor. Yana 1840-yildan boshlab shaharning sirtida bir turkum saroylar paydo bo'lib qolgan, so'l saroylari. Yana nim so'l saroy degan vaqtida Qaq saroyi, qaq satilgan saroylar, May saroyi, ya'ni may satilgan saroy, andan keyin Paxt saroy. Bugungi kunda Paxta bozor deb atalgan yerda dal paxta bo'lgan, ya'ni paxt saroyi bo'lgan. Andan keyin Hindi saroyi. Ya'ni Hindi saroyida Hindistondan kelib so'd qilgan insonlar bo'lgan. Shu 45-yildagi statistika qaragan vaqtida Kuchaning o'zida Hindiston, Afg'oniston, Pokistonga yashayotgan taxminan 200 ga yaqin insonlar bo'lgan. Moshina o'sha saroydan 12 saroy bo'lgan, shu shahar sirtida. Shunga 45-yilda Gomindang hukumatı Qidong Jumlaq bozorini itib etgandan keyin so'd bozori asta-asta bu Kuchaning Rasti deb atalgan, yine bugungi kunda bu masipning teshida bugun Kuchaning markaziga atalgan shu yerga qarab asta-asta yo'tkilishga boshlagan. Bu bozor munosabatlik rasmda bor, mana shu chog'dagi bozorning ko'rinishi ma'vo, yana shu Qidong Jumlaq bozorining bir yo'li ma'vo. Bir yo'li ma'vo bozor sirtidagi, yana shahar sirtidagi bozor ma'vo. Ayni chog'da tatilgan shu 30-yillar tatilgan rasmda shu. Bu yerda so'zlashtirishgan yana qo'shimcha bir mazmun bor. Bu qo'shimcha mazmun bizning bu masjid, tarixiy masjid. Yana vatanimizdagi E'tiqod masjidining qolsa, ko'lami eng cho'ng, tarixiy eng uzun masjid. Yana Saydiya xalq davrida selingan 500, ya'ni hukumat o'zi e'tirof qilgan tarixning o'zi 560 yildi, 90-yillarda. Bu Kuchada bu Xanqa degan nom bilan mashhur. Aslida bu masjidning ismi Qidong jamisi. Nim bo'lib Xanqa bo'lib qoldi. Bu Appag'ojining ajdodlari Kucha kelgan vaqtida shu masjidda bir mazgil tug'gan ekan. Shunga bu yer Supalarning odati bo'yicha Xanqa degan nom bilan atalgan ekan. Hatto biz kichik vaqtimizda masjidning ichida bir qabrim bor edi, keyin yo'q etdi. Yana u kimning qabri esa Appag'ojining madrasasi nima qabrisi deydi. Amaliyotda Appag'oji qabrisi u yerda emas, ammo ashunda qatug'an. Hozir shu masjidning ichida yana Kuchadagi dangliq
bizning taki 52 yilgacha hukm surgan Makka shahrining izi va uyi shu petim bor. Bu ayni chog'dagi masjidning ko'rinishi ichida shunchalik gilamlar silingan, bu bir necha xil yangilangan, bu aslida bunday emasdi. 90-yillarda yana 87 dan 95gacha mening dadam bu masjidning iqtisodiy ishlariga mas'ul xodim bo'lgan, pensiyaga chiqqandan keyin shu chog'larda Qashqarda ustalarni kelib, qaytin sirlatib, nihoyat go'zal shakl kelgan bu masjidni. Lekin biroz rangi chiqibdi. Hozir bundan battar nimani ko'rishlar hozir? Hozir gilam yo'q, hech nima yo'q hozir ichida. Butunlay gilamlarni chiqarib etgan, sirli uchib ketgan. Mana hozir qoldi. Bu o'sha 2003-yildagi olti mavi vayron holatda, hech qanday bir sirlarim qolmagan, odamga kirish mumkinchiligi yo'q. Mana hozir bo'layotgan ishlar shu. Ancha go'zal masjid. Mavi Ashxonqa masjidining ich masjidi. Yani ichida kichik bir masjid bor. Taxminan 100 odam patadigan Xonqa masjidining ichida, yana Ashqo'rg'on jamiyatining ichida 100 odam patadigan juma namozining sirtqi vaqtlarida odat kunlarda mushada namoz o'qiydi, bu yerda imom o'tiradigan mehrab mana. Bu hozir bu narsa yo'q hozir. Butunlay evitilgan. Mana hozir qoldi. Yani qarashib etilgan, ayol mikrofon yo'q, hech nima yo'q. Butunlay vayron qilib etilgan bu yerda. Namoz o'qishim bo'lmaydi, boshqalarga kirishim bo'lmaydi. O'shanda xatnamo qarashib o'tibdi, balkim qarashiblar sabab sayohatchilar yakamasa yuqoridan Turkiyaning prezidentiga bir skip qolsa, qog'ozni yozib etiblar, xatibada postishga oson bo'lish uchun qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'shanda holatda so'kib etilgan narsa. Andiki mayli kichik bir narsa bor. Shu kichik masjid haqidagi tushuntirish. Buni nima nima qilganlar? Yana bu yerda masjid degan gap yo'q. Biz ish masjid, tosh masjid deymiz, mayli ibodatxona deydi. Demak, masjid degan gapning o'zimi, jami degan gapning o'zimi yasoq degan gap. Yana bu cheklangan degan gap bo'ladi bunday vaqtida. Yana bu shu bayon ko'rsatgan mikrobli kichik masjidning tushuntirishi. Yana ichiga qo'yilgan taqtay mavi. Shu masjidning ichiga qo'yilgan. Sayohatchilar kelsa ko'rib o'tadigan, ya'ni ibodatxona. Bizning tilimizda biz islom diniga e'tiqod qilgandan beri biz hech qachon bu ibodatxona degan gapni ishlatmagan. Ya'ni masjidlarga qarata. Masjidning ichidagi so'ynayotgan ko'rinishlar bu. Sayohatchilarga mush shaklda ko'san usulda ko'z tutadi. Bu ibodat joyida mush holatlar bo'lyapti demdi. Ko'pchilikka rahmat. Men oxirida yana bir qo'shimcha bir narsa bor. Ya'ni Quchoqning qisqacha bir nuqsi. Buni so'zlab o'tgan bor. 1908-yildagi Quchoqning nuqsi, ya'ni Uyg'urlar nuqsi 70.899 bo'lib, 94.6% egallagan butun nuqsniki, ya'ni 1908-yili. Tungallar 3332 bo'lib, umum nuqsning 4.4% egallagan. Xitoylar 689 nafar bo'lib, umum nüfusning 0.6%. Yana 1908-yili Quchoq nahisida 689 Xitoy bo'lgan. Demak, bu shu chog'dagi umum vaziyat. Quchoq shu chog' eng cho'ng nahiyalarning birisi. Mushayada mushunchalik bo'lgan yerda, balkim boshqa kichik nahiyalarda balkim 10, 15, 20 bo'lgan bo'lishi mumkin. Uni chiqamasdi amaliyotda. Ham nima men buni deyim degan vaqtida bir yurtning men yurtning tarixi orqali o'zimizning umum tarixini yuritishni asosan shuni nishon qilman. Yana bir davlat, bir millatning tarixi, bir yurt shu yerda yashayotgan xalqlarning tarixidan tark topgan bo'ladi. Yana shunda kichik detallarni olgan vaqtimizda umum yurtlarning ahvolidan, ya'ni butun bir millatning, butun davlatning ahvolidan statistik material chiqara olamiz. Demak, Quchoqda 689 bo'lgan vaqtida baribir nail sanapasi qanchalik Xitoy bo'ldi shu chog'da. Demak, yo'q deylik degan gap bo'ldi. Andiki 1949-yildagi statistika. Uyg'ur nüfusi 146.638 nafar. Yana umum nüfusning 98.46%. 98.46%. Yana taxminan 100 ga yaqin degan gapda bu. Ani Tungan 834 nafar. Bo'lib, umum nüfusning 0.56% degan. Yana 20% butunlay yana mana shu vaqtida 60-70% yo'qolib ketgan Tungallar. Xitoyniki 1371. Yana 49-yili Quchoqda bor Xitoylarning soni 1371.
Ben bunu ben üzerine yazılan narsa emas, bu Xitoylarning statistikasini olgan narsa. Demek mushunda hisoblagan vaqtida 49-yildagi umumiy vatanimizda qancha Xitoyning borligini chiqarib bo'ladi. 1990-yildagi nüfus statistikasi. Uyg'urlar nüfusi 306.169. Yana umum nüfusun 90%'ni egallagan. Tunganlarning soni 1858. Yana umum nüfusun 0.55% egallagan. Xitoylarning nüfusi 29 mingga ko'tarilgan. Yana 1990. Shundaqdimi az bu. Bunday vaqtida. 2023-yilda bir statistika berildi. Yana hozir kuchan nüfusi 23-yilda 600 ming deydi. 600 ming qanchalik Uyg'ur, qanchalik Xitoy hech qanday statistika berilmagan. Faqat 600 ming. Shuna agar shu 1990dagi statistika vaqtida mencha bu Uyg'urlar nüfusi bu yerda 500 mingga yiqilishi kerak. Uningdan sirtni Xitoyning 100 ming atrofida bo'lgan bo'ldi, ammo 100 ming mencha hozirgi Xitoyning umumiy vazifa vaqtida oson. Uningdan jiq. Balkim Uyg'urlar bilan tanlashgan bo'lishim. Chunki hozir Kucha shahar uzrab, Konisha 58dan keyin yangi qurildi. Hozir toza Bugurgich tutashdi desak bo'ladi Kucha shaharni. Bugur bilan Kuchalarning 110 kilometr. Hozir asqal Bugur tutashqili. Asha namizda Xitoy shaharlari joylashgan. Ko'p rahmat.